Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun diqqatingizga kundalik xotiramdan Ariya Münxen xotirasini sunaman. Programmada Shvetsiyada o'ltirishliq shoira Rahila Kamalning "Keling, yulduzlarga aylanib ketayli" nomli she'rini do'stlarimga o'qib berayotganimda bir qitim emas, ikki qitim anglaysiz. Kimlarga demsiz? Marhamat. 2026-yili 23 aprel payshanba. Bugun janvada quyosh parlagan, illiq bahar shamili chiroylarda tabassumlar jilvilandirgan to'limi chiroyli kun bo'lib o'tdi. Kayfim chaq, ruhim ko'tarangi. Chunki bugun ko'rishmaganimga bir necha yillar bo'lib qolgan hem didarlışqa intizar bolgan dostlarım bilen görüşümün. Bir neçe hafta ilgiri Shvetsiyada o'ltirishliq shoira Rahila Kamal bilen maslahatlashib, Germaniyaning Münxen shahridagi musibatlik do'stimiz Surayyani birga yo'qlab kelishni maslahatlashgan edik. Gerçi her ikkimiz ishlayotgan bo'lsaqmi, muvaffaq bir kunni tanlab bekitish ancha qiyin bo'lmadi. Shundaq, bu navbatlik safar sayli sayohat uchun emas, to'y to'kin uchunmi emas, balki musibatlik do'stlarni, arada biroz saqsiz bo'lib qolgan do'stlarni va yana rahmatli do'stimiz shoira Mehrinsa Ismoilning Münxendagi farzandlarini yo'qlashdir. Münxendagi do'stlarni yo'qlash asos qilingan programmamizni Münxendagi do'stlarim bilan maslahatlashib oldin tuzib oldik. Hammamiz taqazzoliq bilan kutgan kun oxir yetib keldi. Do'stlar bilan ko'rish hayojonida janvadan poyezdga o'ltirib, Germaniyaning Münxen shahriga qarab yo'l oldim. Janva bilan Münxenning orliqi askam 600 kilometr bo'lib, ilgari mashin haydab yoki aeroplan bilan bir necha rat borgan bo'lsam-mu, bu navbat poyezdagi aramliq fursatdan foydalanib, kitap o'qish, yanfonimdagi rasmlarni ratlash deganlarni o'ylab, poyezdda berishni tanlagan edim. Poyezdda berishga 6,5 soatlar ketadi ekan. Janvadan yo'lga chiqib 3 soatlardan keyin Shvetsariyaning Zürich degan shahrida poyezd olmishar ekanmiz. Shaharlar aro qatnaydigan 2 qavatlik Shvetsariya poyezdi hem ozoda, hem pokiza bo'lib, shundoq aramliq to'yildi. Tez suratda ketayotgan poyezdning derazasidan sirtqa qarab, suratda go'zal manzarlarga to'ymay qaraydim. Nima degan go'zal, ha? Muntaq bir jumlani o'qiganim esimda. Ruhing qayerda tinchlik his qilsa, shu yer sening yurting bo'ladi. Shundaq, men Shvetsariyani yaxshi ko'raman. Janvani xuddi Urumchidek yaqin, illiq his qilaman. Shvetsariyaga kelganimga chorak asrdan oshgan bo'lsa-mu, toki hozirgacha ba'zida bir ishlar uchun vaqt bekitganda qizimga Urumchi vaqti deb qo'yishlarim bor texi. Poyezd yiroqdan ko'rinayotgan tinch ko'llar, rat-rat talliqlar, sala-sala etizlar, qo'yuq o'rmonliqlarni keyniga qoldirib, Germaniya chegarasiga yetib keldi. Chegardan o'tib, Münxen shahrining poyezd vokzaliga yetib kelguchi bo'lgan orliqdagi manzarlarmi ajoyib chiroyli ekan. Yevropa ellari va xalqlarining muhit asrash uchun ko'rsatgan tirishchanliklariga ofirin etmay tura olmaymiz albatta. Poyezd Münxen shahriga tushdan keyin soat 3:30 bilan yetib keldi. Biz Uyg'urlarning xodimgarchiligi, mehmon do'stligiga yetalaydigan yana bir millat bormidi, ha? Meni deb ishdan baldiroq qaytgan Minavvar singlim oldimga chiqib, meni mehmonxonaga olib qo'ydi. Mehmonxonada Stockholmdan aeroplan bilan mendan ilgari yetib kelib, meni kutib o'ltirgan Rahila bilan bag'irlashib, qizg'in ko'rishib ketdik. Rahila bilan bevosita ko'rishmaganga-mu xeyli vaqt bo'lgan edi. Münxenda turish vaqtimiz qisqa. Planimizdagi ishlar ko'proq bo'lg'ashqa jiddiy taraddudlanib, do'stimiz shoira Farida Niyozning kelishini kutib o'ltirdik. Farida mehmonxonaga degan vaqtda yetib keldi.
Şundaq qızğın görüşdük. Andan udul Süreyyaның öyiga yol aldık. Dostumuz Süreyya mundan 7 ay ilgiri ömürlik həmrahi, persentlərinin qadirlik dadısı, Uyghur xalqının pəxirlik oğlanı Pərhat Muhammed Yorunqaşdın məngülikə ayrılıb iğir musibətdə idi. Süreyyanı görüb, yüreklerim sıyqırab getdi. Bərhaq, Allah'tan kelgenge bende de ne ilaç bulsun. Bütün vücudu azapta tolğunub atqan Süreyyanı dostluq mehrim bilen uzundan uzun bağrımga bastım. Səbirlər diledim. Dostumuzun cudalıq azabıdan örtünüşleri yüreklerimizden titirtetti. Ahir hemmimiz köz yaşlarımızı rayığa koyup ettik. Həsretine. Adam en yaqinidan məngülükə ayrılğanda bu ayrılış azabı şu adamdan ayrılıp qilishli emas, belki onun bilen birge boladigan damlardan hem ayrılıp qilishdir. Bundaq judalıqdan aperede bolgan ruhi azap til bilen tasvirlash qiyin bolgan hem davam etadigan azapdır. Helimi yaxshi Süreyya Münchinda yalğız emas. Persentleri, qeyrindaşları ve dostları var. Özü yaxtırıp işləvatqan xizmeti ve Süreyyəni qadirləydiğən xizmətdaşları var. Allah dostumuz Süreyyaga çəksiz səbirlər ata qılğay. Qo'li gül, mehmando'st chaqqan Süreyya gerçi musibetde bolsumu bizni keludi deb shundaq mazalik taomlarni tayyorlab o'ldiribdi. Ko'p rahmatlar aytib, ishtiha bilan g'izolandik. Kech xeyli bir chaqlargacha mungdushib o'ltirib ketdik. Ertesi, yani cuma kuni Süreyya bilan Paridaning yana ishlaydiganini o'ylab, bir-birimizdan qiymagan holda ayrilib, Rahila bilan ikkimiz mehmonxonaga qaytdik. Ammo Rahila bilan mungdushib yetib, tong sahar birlarda atki faoliyatlarimizni o'ylab, o'zimizni zo'rlab degidek uyquga ketdik. 2026-24 aprel cuma. Bugün danlıq Uyghur rəssami Mərvai Tapizni yoxlab bardık. Mərvai Tapiz nəhayətim çiraylıq bir bağçının yenədə olturdu ekan. Kelişib alğınımız boyunca Rahila ikimiz avval mehmanxanadan şu bağçağa berib Mərvait bilan görüşdük. Arlıqda Mərvaitning bir puti sal ağrıb, yürüş turuşlarida biraz qiynalıbdı. Elim yaxshi, hazır asasen saqayıb ketibdi. Şükür Allah. Bu bağçanın içide kichik bir qal'a bo'lib, ichida kutubxona, ko'rgazmaxonalar bor ekan. Mərvait Tapiz qal'a ichidagi ko'rgazma zalida ilgir keyin bo'lib, 2014-yili 10 ay ve 2018-yili 7 ayda 2 qitim shaxsiy rasm ko'rgazmasini ochgan ekan. 2024-yili 6 aydaki Toğraq ruhi Uyghur rassamlari ko'rgazmasimi dal mushu qal'a ichida echilibdi. Bu ko'rgazmalar nurg'un matbuotlarda xabar qilinib, xeyli keng doirada tanishtirilgan ekan. Mərvai Tapizga bo'lgan hurmat va iftixorlik tuyg'usi ilgida Rahila Kamalning "Keling, yulduzlarga aylanib ketayli" nomli she'rini ko'l bo'yida turib o'qib berdim. Aldımda mana danlıq Uyghur rəssamı bilan danlıq Uyghur şairi turibdi. Sizning rasmlaringizni, sizning she'rlaringizni shunda yaxshi ko'raman. Mushu go'zal manzarada bir she'r o'qiytay. Bu she'r "Keling, yulduzlarga aylanib ketayli." Bugun havoni ochiq deb qiyos qildim. Chunki siz kelmoqchi. Siz yo'q chaqlarda mushundaq yashashni o'rgandim. Tutuq osmonga uchuq ranglik ko'ynak kiyman. Yomg'ir yoqqanda chechimni budra qilaman. Qurib qolgan gul bilan pichirlashiman. Qachon damsiz? Siz ketgandan keyin, sizni suyib qolgandan keyin. Yulduzlarni sanab, o'ng'i bormayla ezib ketaman. O bir qish oqshimi edi. Yulduzlar qor bo'lib yig'ib ketgan edi. Tervalay
yulduzlarını terip alay. Qar manga appak, sət köldi. Terip algan yulduzlar kolumdan düşüp ketdi. Qip qalgan birini közümge patırıp aldım. Külkenin bundak sətligini, ağının bunç soğuk, məynətligini körüp qalganımga içindim. Şundan beri. Çıraylık güllerini körsem, közümge mülledi yaş keledi. Közümge gülünün solgan, tozugan, kurugan halet görünüdü. Güllerini lonqılarga selişimiz, puruşup nefes elişimiz, lonqılardaki güller almışıp durudu. Kök nur kristalda kalmışıp durudu. Gül bilen uzun ömür tilişimiz. Güller 3 gündür soluşudu. Bir gülde söyüşimiz, 2 gülde toyuşumuz, 3 gülde koyuluşumuz, 4 bolganda hoşlaşımız, 5 bolganda hey isi dep kabrimizni yoqlaşımız. Menin gülge oqşığınım qıp-qızıl yalğançılık. Men bularni güllerinin derdi dedim. Belkim gül undaq demeydi. Güllerinin özünü sözledim. Belkim gül bunu bilmeydi. İhtimal güller meni körse közünü yumup alar. Mende barligin kalgan bayansız, qaqşal edirlar, payansız çöller üçün. Belkim güller körüp kaldı. Teşkimde içilgan özümni, şaşlarını yeyip her yan, közleri de kılıp bayan, özüge kara turgan yulduz közlük ayalını. Bugün asmanı zenger dep oyladım. Çünkü siz kelisiz. Kelin, tezrak kelin. Kuyaş patkuça, tan atkuça, mis tavaqdek tolun aymu gulap düşkiçe. Kelin, tezrak kelin. Berermen sizge közümde köydürüp etmey avaylap saxlıgan bir dal yulduzni. Keçimizni yorutmak üçün. Berermen söygüge atıgan, lunqıga salmağan bir dal gülümni. Közlerdeki yaşlarını kurutmak üçün. Yani berermen teştikimdeki yulduz közlük, sumbul çaşlık, güzel şiirini. Bizni hayatga kaldırmak üçün. Ay rahmet. Maşallah, maşallah, maşallah. Rahmet, Ne kadar rahmet, güzel rahmet, şiir. rahmet. Diyen güzel şiir. Maşallah, Üzerine maşallah. yazgınım şandırma gidek okuvettiniz. Güzel bir vaxtlarını orunlaştırdınız. Ay, rahmet canım, rahmet. Hakikaten bu qitim endi Münih'e kelsem Mervayet'ni çoqum bir yo'qlashim kerakda, ko'rishib, Mervayet bilan sirdishib, mungdishib turishimiz kerak. Bu qitim endi Raila siz bilan birga keldik. Do'stlar bilan mana bir qaraman shundaq bir chiroyli manzirda, havoda aylanib yuribdik, shukr Allah. Tunugin Paridaga shundaq dedim, adash bizni keldi deb osmoningdagi nimalarni, bulutlarning hammani supurib yetibsan deb pak qilib yetibsan degandim. Bugunmi ana shundaq chiroyli kun bo'lyapti. Keldi deb. Mallarning bir nimasiga o'xshash ekan. Chiroyli kun chiqqan kuni bugun malikalar sayohatga chiqibdi deydigan. Güzel. Bugun mana Biz 3 Nuriye malika Münih'da Mervayet'ning uyining yenidagi bu güzel bog'chada sayli qilib chiqdik mana. Men Mishada turib Zulayatga salom beraman. Biz Nuriya Zulayat üçümüz pat shuna mungdishib qolamiz. Bize diskusyon qilib qo'yamiz, munozaralashib qolamiz. Bir gap og'zimiz ochilsa, bakchiq ochilib ketadi, so'z yo'qolib ketamiz. Ama bugun Zulayatning bo'lmaganligidan biroz ko'nglim yerim bo'ldi. Salam Bu fursat, Salamlar. u fursatlarni kelib qoladi, Zulayat bilan yana qo'lib tutdigan. Kırışbaqti ahvalları yerden de meşgullar bu. Hilallar baki o dostumuz bek aldırıştık. Ya ketdik mi? Kechirsan Raila.
Mervayet keçe bizni de çöçür tügdi. Çöşürem deyip yigizişke aldıra kitvatlarını. Muşu çıraylık resimlerini sızgan muş kıldırımızda tüyü Çöşürmemişler çıraylık tüyme. Elbette. Rahmet dostlar. İzleri gibi olmağın bu bek yaxşı heykel. Boşuna yürüyelim de etmesin. Höyt. Assalamu alaikum. Ecep çıraylık yer yaşayıpken sizler. Assalamu alaikum. Günlerini yapıp versler. Rahile. Şiiri hissiyatla. Şu bulmağı da kesip kıdığım Allah'a mesela şiiri bilen buna isbatlanışı bu başkaça bolışı mümkün. Lekin meni her ikkalisiga tuyg'u o'xshaydi. Rassamda shoirning tuyg'usi o'xshash qilayotganida isbatlash o'xshamaydi-da. She'rda boshqacha, haykaltarashning nemisida tuyg'usi boshqacha, rassomning boshqa tuyg'usi, lekin shu tuyg'u meni o'xshash deb qarayman. Bu ana balki bir yerda balkim ma'noni to'lishtirib yozgan ismlari bo'lishi kerak. Leondan da ma'nomda benim sonum bakar. Anam ismi var. Acayip arıyor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum degandim voy va alaykum assalom deb kelsam mana udin la la. Ay texim unda qilishing maşallah. Maşallah voy rahmat. To'ydi bular. Men bilmamışlarniki to'ydig'ini. His qilaman. Bağçadan ayrılıp Mervayit apızning uyiga keldik. Rahila uyga kiripla şundaq hayacanlandı. Bu Rahilaning Mervayit bilan tunji qitim bevosita ko'rishishi bo'lsa-mu, ijtimoiy taratqular orqali allaburun xeli yaqin tanishlardan bo'lib qolgan ekan. Mervayit o'zining Yipak yo'lidagi karavan nomli rasmlari to'plamini, Rahila Kamal ketdi nomli she'rlari to'plamini o'zaro hadiya qildi. İcadiyetinin qimmatini biladigan bu ikki san'atkor do'stimdan faxrlanaman. Tushdan keyin yana boshqa planlarimiz bo'lg'achqa uzoqroq paramlasha olmadik. Ammo Mervayit o'z qo'li bilan tukkan cho'chori oshqa ig'iz tagdik. Shunchalik o'xshatdiki, hay, og'zimizda qoldi jumi. Men Mervayit apizning uyini bir jonliq folklor miniatyur muzeyxonasiga o'xshatdim. Çünkü bu uyda bir g'ururliq, tirishchan Uyg'ur ayol san'atkorining kundalik turmushi, ijtimoiy hayoti, rassomlik san'at hayoti va adabiy ijodiyat hayotining davom etayotgan mujassimi bor. Bu uyda odamning rasm chizg'isi, she'r o'qig'isi, naqsha aytg'isi, usul o'ynag'isi keladi. Qisqasi, boshqacha ruhlanadi. Şatlıq hayacanları türküsüde dostlarımның hürmeti üçün yaqında Ündidarda ot bolavatqan İzdişeyli degan naqshini aytib ketdim. İzdişeyli degan bu naqshini hammamiz yaxshi ko'rib qoldik Mervayit. Shuni deb sizni izlab Rahila Kamal Stockholmdan men Janvardan keldim. Rahmat. Siz bilan har qitim ko'rsak shunchalik xursand bo'lamiz. Men shu Qayrindishimiz, do'stimiz, sirdishimiz, adimiz, singlimiz, adimiz deyli endi ha. Singlimiz desam bo'lmaydi. Shu shundoq kelamiz. Shunashqa bir naqsh aytib beray, İzdişeyli degan. Dünyada ömrünü bilaleydu kim? Kaygısız emişe külaleydu kim? Dünyada ömrünü bilaleydu kim? Kaygısız emişe külaleydu kim? Ketiniz dünyadan ahri bir gün, Dünyaga qaytidin keleleydu kim?
Bugün deymiz, deymiz, görüşelmeymiz. Ecel oku kimge diger, ya bilmeymiz. Bugünkü dost, yoktur, vay deymiz. Özdeşeyli, görüşeyli, mongdeşeyli biz. Bugünkü dost, yoktur, vay deymiz. Özdeşeyli, görüşeyli, mongdeşeyli biz. Rahmet, ming şey. Tushdan keyin Surayya bilan billa Marvoyit, Rohila va men marhum Farhodning tuproq beshig'i bordik. Odam nalarda, kimlardan opirada bo'lib dunyoga kelishini bilmagunidek, yana nada, qandaq holatda bu dunyodan ayrilishini ham bilmaydi. Halbuki manguga ayrilgan bir yaqinining shu qadar go'zal bir joyda yotqanini ko'rganida odamning ko'ngli ixtiyorsiz amin topgandek bo'ladi ekan. Marhum Farhod Münxendagi dal daraxtlari quyuq o'sgan, gul chechaklarga purkangan, qushlari tinimsiz yiqimliq sayrayotgan bir cho'ng bog'da yerligiga qo'yilibdi. Surayya 7 oydan beri marhumning tuproq beshig'i har xil gullarni terib, chin mehri bilan parvish qilayotgan bo'lg'ashqa, qabri usti hüppede içilgan rengaran gullar bilan ajoyib chiroyli bo'lib ketibdi. O'ylab qoldim. Farhod bekmi talaylik ekan. Hayot vaqtida butun vujudi bilan ayollik, onalik burchini o'tagan xonimi Surayya bugungi kunda Farhod bu dunyodan uzab ketgandan keyinmi yana umrlik so'ygini uchun xizmatda bo'lib etibdi. Hammala odam bundaq talaylik bo'lolmaydi albatta. Tuproq beshida biroz Qur'on tilovat qilib, Allohdan marhumning jimi gunoh kabirlari uchun mag'firat, firdavs jannat nurlari tiladik. Ey Allohim, do'stimiz Surayya va farzandlari uchun cheksiz sabrlar, hayotni davomlashtirib yaxshi yashash uchun jasorat bergaylar. Tuproq beshidan yonganimizda o'zimni boshqacha yengillab qolgandek his qildim. Tushdan keyin bir choyxonada Germaniyaning Frankfurt shahrida yashagan shoira do'stimiz marhuma Mehrinsa Ismoilning Münxen shahridagi qizi Nafisa qizim bilan uchrashishni planlagan edik. Nafisa qizim shuncha aldirash bo'lsa-mu, biz bilan marhuma opasining do'stlari bilan ko'rishga ma'qul bo'lgan edi. Nafisa qizimni ko'rib, o'zimni tutolmadim. Onasidan ayrilgan bola go'yo bir qanotidan ayrilgan qushdek bechora bo'lib qoladi ekan. Allohim, farzandlarni, bo'libmi texi yosh farzandlarni ota-onasidan, bo'libmi onasidan ayrimag'ayla. Nafisa qizim marhuma opasiga bek o'xshaydi ekan, umr o'xshamasin ilohim. Bizga bir dasta oq atirgul elib kelgan Nafisa qizim ko'z yoshlarini tutolmagan holda oldingi kuni kechada ko'rgan tushini so'zlab berdi. Tushimda onam qabrning ustida qo'lida bir dasta oq chechak gul tutgan holatda o'ldirib, menga shundoq degudak. Qizim, meni yo'qlab kelgan do'stlarga mushundoq gul hadiya qilaman, deb gulni menga uzatib Shunga sizlarga oq atirgul elib keldim. Hammamiz takror ko'z yesh qilishdik. Marhuma Mehrinsadan ayrilganimizga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, lekin Nafisa qizim onasidan ayrilish azobida heligacha qattiq puchilib etibdi. Surayya, Farida, Rohila, men hammamiz onalik mehrimiz bilan Nafisa qizimizga sabr qilishni,
özünü asrashni, farzandlari uchun, yo'ldoshi uchun ham ukalari uchun bo'lsa-mu qaysar bo'lishni, Allohning hukmiga bo'ysunishni deb ko'p nasihatlar qildik, tasallilar berdik. Barhaq, bu ayrilishqa qandoqmi chidog'liq? Ey Allohim, marhuma Mehrinsoning 4 farzandi va yo'ldoshi kurashlarga cheksiz sabrlar ato qilg'ayla. Analardan vaqtsiz ayrilgan yosh onalarga, sabiy farzandlarga cheksiz shafoatlar yog'dirg'ayla, Allohim. Esil insonlar ketsa, avam ularni esilligi bilan ta'riflab aslaydi ekan. Men Mehrinsa tugab ketganda yozgan Alvida mehrlik do'stim Mehrinsa Ismoil degan marsiyani mundaq oxirlashtirgan edim. Sahib Jamal do'stim Mehrinsa, sizning ruxsaringiz mehrlik, gap so'zlaringiz mehrlik, ish harakatlaringiz mehrlik, she'rlaringiz ham mehrlik edi-ku. Hasratina. Hammamiz qaytadigan boqiy olamga siz baldir ketib qoldingiz. Sizning illiq chehrangiz, yiqimliq ovozingiz, adabiy talantingiz esimdan hargizmi ko'tarilmaydi. Men sizni she'rlaringiz bilan, duolarim bilan aslab turaman, mehrlik do'stim Mehrinsa. Nafisa qizim bilan xo'shlashib, München shahrining dangliq Marienplatz maydoni va koni shaharlarini biroz aylandik. Manga Janvada yer osti metrolarida o'ltirish fursati bo'lmag'achqa, boshqa shaharlarga borsam metroda o'ltirib o'ynashni yaxshi ko'raman. München shahrida metro qatnashi bakmi qulaylik ekan. Kechda do'stimiz Faridaning dasturxoniga daxil bo'ldik. Bu yerda yana Xolisa hadimiz bilan ko'rishdik. Xolisa hadimizmi yo'ldashdan vaqtsiz ayrilib qolganiga uzun bo'lmadi. Ko'zidan yosh qurg'ani yo'q. Yillardan beri Xolisa hada tarbiyalagan o'quvchilar o'rindigan usullar har qitimliq madaniyat san'at faoliyatlarida Uyg'ur jamoati ichida alqishlanib qolmay, yana München hukumat doiralari tarafidan uyushtirilgan milliy madaniyat ko'raklarida natija qozonib, Uyg'urlarga sharaf keltirib kelmoqda. Muhojiratda har sohada tirishchanlik ko'rsatayotgan fidokor ayollar, onalar yashasin. Mazalik Uyg'ur taomlaridan bahra olg'ash, bahuzur paranglashib, yana xeyli kash bo'lganda mehmonxonaga qaytdik. 2026-yili 25 aprel shanba. Bugun Münchendagi oxirgi kunimiz. Bugungi eng muhim kun tartibimiz München ona til maktabini ziyorat qilish edi. Afsus, qatnash normalsizligi tufayli biz maktabga yetib borganda o'quvchilar darslarni tugatib ketib qoldi. Helimi yaxshi Xolisa hadimiz usul darsi o'tayotgan ekan. Uyg'ur usuliga bo'lgan sevgisi, o'quvchilarga bo'lgan mas'uliyatchanligi Xolisa hadimizni darsni davomlashtirishga undaydi ekan. Xolisa hadining butun vujudi bilan dars o'tishlari, o'quvchilarning zo'q-sho'q bilan o'ynagan usullarni ko'rib, bakmi xursand bo'ldik. München ona til maktabi qurilganiga xeyli yillar bo'ldi. Bu maktabdagi o'qituvchilarning hammasi beg'ishlash ruhi kuchlik, millatparvar, vatanparvar Uyg'urlardir. Rahila ikkimizning keldig'ini anglab, maktab mudiri Salomat xonimning o'rinlashtirishi bilan o'qituvchi xonim qizlar uylaridan taom va tatliq turumlarni tayyorlab kelib, mo'l dasturxon hozirlabdi. Bakmi ta'sirlandik. Bu maktabdagi hammaylandagidek bizning kitob o'qish mudbirimizni biladigan bo'lg'ashqa, maktab va ona tili haqida biroz paranglashgandan keyin munbarda o'qilgan asarlar temisidimi biroz gap bo'ldi. To'liq xursand bo'ldim. Shu fursatda bu maktabning ilgirki mudiri, shoira do'stim Faridaning munbirimizda o'qilgan she'rlardan qo'yib berdim. Ondan Rahilaning "Keling, yulduzlarga aylanib ketayli" degan she'rini o'qib berdim. Hammaylar shundoq yoqtirib angladi. Bugun havoni ochiq deb qiyos qildim. Chunki siz kelmoqchi. Siz yo'q chaqlarda
mushundaq yashashni o'rgandim. Tutuq osmonga uchuq rangli ko'ylak kiyimin. Yomg'ir yoqqanda chechimni budra qilaman. Qurib qolgan gul bilan pichirlashiman. Qachon damsiz siz ketgandan keyin, sizni suyib qolgandan keyin yulduzlarni sanab unga barmayla ezib ketaman. U bir qish oqshimi edi. Yulduzlar qor bo'lib yig'ib ketgan edi. Terib olay, yulduzlarni terib olay. Qor manga oppoq sat kuldi. Terib olgan yulduzlar qo'limdan tushib ketdi. Qip qolgan birini ko'zimga patirib oldim. Kulkining bundoq satligini, oqning buncha sovuq mehnatligini ko'rib qolganimga ichindim shundan beri. Chiroyli gullarni ko'rsam, ko'zimga mulladi yosh keladi. Ko'zimga gulning so'lgan, to'zg'an, qurigan holati ko'rinadi. Gullarni lo'nqilarga silishimiz, turishib nafas ilishimiz, lo'nqilardagi gullar almishib turadi. Ko'k nuri xrustalda qolmishib turadi. Gül bilan uzun umr tilishimiz. Gullar 3 kunda solishadi. Bir gulda söyüşimiz, 2 gulda to'yishimiz, 3 gulda qo'yilishimiz, 4 bo'lganda xo'shlashimiz, 5 bo'lganda hay isit deb qabrimizni yo'qlashimiz. Mening gulga o'xshagunim qip-qizil yolg'onchilik. Men bularni gullarning dardi dedim. Balkim gul undaq demaydi. Gullarning o'zini so'zladim. Balkim gul buni bilmaydi. Ehtimol gullar meni ko'rsa ko'zini yumib olar. Menda bor lekin qolgan bayansız, qaqshil edirlar, poyansız cho'llar uchun. Balkim gullar ko'rib qoldi. Tashtikimda ichilgan o'zimni, chochlarini yeyib har yon, ko'zlarida qilib bayon, o'ziga qarab turgan yulduz ko'zlik ayolni. Bugun osmonni zangar deb o'yladim. Chunki siz kelasiz. Keling, tezroq keling. Quyosh patqucha, tong otqucha, mis tovoqdek to'lin oymi qo'lab tushkicha. Keling, tezroq keling. Berarman sizga ko'zimda kuydirib etmay, avaylab saqlagan bir tal yulduzni kechimizni yo'ritmoq uchun. Berarman söygüge atıgan, lo'nqiga salmagan bir tal gülümni. Ko'zlardagi yoshlarni quritmoq uchun. Yana berarman tashtikimdagi yulduz ko'zlik, sumbul choshliq, go'zal she'rni bizni hayotda qoldirmoq uchun. Tamam. O'qituvchilar bilan qizg'in xo'shlashib qaytdik. Tushdan keyin München shahridagi bir shoh ordisi bor bog'chada sayli qildik. Bu bog'cha bakmi go'zal ekan. Jiroqdan boqqanda sirtqi ko'rinishda
Hindistondagi dаңлық muhabbat mahbarisi Taj Mahalga biroz o'xshab qoladi ekan. Ishkirlab mang'an sari tujubulab yasalgan piyodalar yo'llari, fontanlar, aram elishga tayyorlangan chiroyli uzun o'rindiqlar, qisqasi bu bog'cha manga bir katta aramgoh bilindi. Shundoq rohatlandikki, bir necha kundagi yig'izorlar, yurak siqilishlari, ilojsizlikdan o'ksirashlar xuddi bizdan asta-asta yiroqlashayotgandek tuyuldi. Adam dostlar bilan bo'lsa, acayip xushal bo'ldi, ha? Shundoq ko'ngillik g'oyillayapmiz. Bu podshoh o'rnisi bo'lgan bir baxchigandek chiroyli yaxshi keldi. Rayla bering shukuran. Münxendeki bu ahirgi kunimiz kashda do'stimiz Mahiraning uyida bo'ldik. Mahiramo tazisidan ayrilib qolganiga uzun bo'lmadi. Muhojiratdagi farzandlar uchun ota-onalarimizning Alloh dargohiga qaytgan qayg'uli xabarni anglagan vaqtimizdagi alam. Bo'libmi Iroqqa ketib elib, ota-onamiz hayot vaqtida xizmatida bo'lib, roziligini ololmaganligimiz sababli o'z-o'zimizni ayblashdan ortiq hasrat bo'lmasi kerak. Mahira xili yaxshi bo'lib qopti. Na iloj, xizmat, oila, farzandlar ham ijtimoiy aloqa hammasi bizning g'ayratli bo'lishimizga, yoshlarimizni surtib etib, olg'a qarab hayotni davomlashtirishimizga muhtoj. Ham shunday qilishimiz zarur. Mahira bakmi oq ko'ngil, jasoratlik, mehribon ham qiziqchi bir do'st. Ba'zida degan yumorliq so'zlardan kulib, to'lg'ishib ketamiz. Mahira yana bak chaqqan, qo'llari gul ayol. Mahira o'z qo'li bilan tayyorlagan, o'xshagan taomlarni og'zimizga tegmay maqtab, shundoq lazzat bilan yedik. Hey, bu ayollar bir-biridan munavvar, ha? Oilada yaxshi ayol, mehribon ona, ishda ilg'or xizmatchi, mas'uliyatchan kadr. İctimai munosabatda hurmatga sazovar qirindosh, sirdosh. Meni suyundirdig'ini yana bu do'stlarimning hammasi o'zlari turayotgan davlatni shundoq yaxshi ko'rdi. Hukumatga minnatdorlik tuyg'usida yashaydi. Yangi kelgan chaqlarda tortgan jafolarni, qisilchiliklarni so'zlaydi-yu, qat'iy zarlanmaydi. Yangi bir davlatga kelgandan boshlab tirishib, til o'rganib, kasb egallab, jamiyatda bir kishilik o'rin egallagan. Hukumatga beqinib, bekorga yetib yeyish emas, balki o'z kuchiga toyinib ishlab, halol yashayotgan insonlardir. Buni dal aramizda yuksak fikr o'rtoqligi bo'lishdagi muhim sabablardan albatta. Tamoqdan keyin Surayya Farhod bilan Germaniyaga kelish jarayonini so'zlab boshlagan tema so'rindagi har birimiz o'zimizning Yevropaga kelish sarguzashtlarimizni bayon aylash bilan bir necha soat davom etdi. Biraylan so'zlayotganda qolganlarimiz tep-tinish holda xuddi o'qituvchining darsini anglayotgandek diqqat bilan anglaydik. Arlab so'ralgan savollar, qistirma tafsilotlar hammasi so'zlig'ichining kashmishi bilan munosabatlik edi. Har birimizning kashmishi shu qadar jalb qilarlik ediki, bir kitob yozsaq, kishilar chuqum talishib setib oladigan kitoblardan bo'ladiganligiga ishonchim komil. Shundoq aytalaymanki, Mahiraning uyidagi bu qitimliq suhbatimiz ilgirki suhbatlarimizdan farqliroq bo'lgan. Bir-birimizni cho'nqurlab tushunishda ahamiyati zo'r, qimmatli bir suhbat bo'ldi. Bugun mehmonxonaga bakmi kash qaytdik. Lekin harg'illikdan asar yo'q. Odamning qalbi harmisila jismidagi hardiqmi huzur tuyuladi. Mehmonxonada Rahila bilan yana paranglashib, sahar 1-2larda uxladik. 2026 yili 26 aprel yakshanba.
Bugün qaytımız. Hayran boldum. Biz kelgen künden tartып, uda 3 gün zep zengər turgan München asmini bugün goya bizning ketişimizden rənjigendek tərini biraz turvatdı. Xapı bolmang asman, xapı bolmang. Amal qancha dostlar bilen yaxşı görüşüp aldık, muңdashıp aldık. Әмді өз çaylarımızga qaytıp, yana күнділік turmuşning halakçiligiga kirib ketimiz. Yaxşı yeri bu qitimliq uçuruşuş her birimiz üçün qimmatlik ruhi ozuq boldu. Buningdan keyingi kunlarda birga bolgan damlarni eslab, mayli Münxendagi dostlari bolsun, mayli biz bolayli, ilgirkiga qaraganda yaxshiroq bir xil ruhi holatda bo'la oladiganligimizga ishinaman. Rahilani Aydurumga, meni poyis istansıga aparıp qo'yish uchun kelgan Surayya va Farida bilan yo'lga chiqishdan ilgari kichik bir qahvaxonada biroz paranglashib o'tirishga muvaffaq bo'ldik. Surayyaga baxdim. Surayyaning chehradagi samimiy tabassum jilvalarini ko'rib, do'stlik mehrimiz Surayyaning ko'nglini biroz butunlagan bo'lsa, bu qitimqi safarimiz bekor bo'lmabdi deb o'yladim. Xudoyim buyursa, kelar yili yozda birlikda sayohat qilishlarni planlab, bir-birimizga qiymagan holda chin bag'irlashib, manzillarimizga so'yishib, qo'shlashdik. Yig'inchoqlab etsam, bu qitimliq München safarimiz yuraklar siyqirab, ko'zlar yoshlangan ig'ir safar bo'ldi. Vaholanki bu ig'irlik do'stligimizni texmo mustahkamladi. Do'stlar ara hech andishsiz, ochiq yo'ruq, erkin, ozoda muңdashish, o'zaro ishonish, tushunish, hurmat qilishdan ortiq nima bo'lsin? Bu hayotda ma'nilik yashash uchun ko'p odamlar bilan orlishish hojatsiz. Bo'libmi 60-bahorning oldi kaynida ketayotgan bizlar uchun texmo shundoq. Tili bilan dili birdek, cho'ntiki to'mpiyib turmusimi, ko'zi to'q, ma'naviyati yuksak. Minnettarlık toygusu güçlük, chin insanlar bilen arlışının özüla bir baxt. Qalb osminimdeki çolpan yıldızı surum, teninglar salamet bolsun. Dil azaplarınlar yengildesin. Ailanlar baxtlik, perzentlaringlar vafadar bolsun. Her bir güninglar güzel ötsün.